Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor Partlagan Sükut programımızın 50-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmələrimiz, həmənlağı məlum olub kilovatqandakı biz bu programımızda ta birinci bölümdən tatib bir gün günkägəşə Xitay təcavüzçilərinin bevasitə zulmünü, bevasitə cinayətini başdan keçirən, yaşayan, yoki bo'lmasa özü yaşamagan bolsunmu ailesi tərəfindən, ailesiga kelgan facialarni dalil isbotlıq anlatqan, guvohlik bergan qarindoshlarimizni ekranga olib chiqib, Xitoy tajovuzchilari bugünküdek bütün cinayetleri dünyani qaplagan, hamma axborotlarda, bütün tillarda yağmurdak yig'iyotgan dalil isbotlar qaramasdan inkar qilayotgan, biz unda qilmayotimiz, uni qilyotimiz, buni qilyotimiz deb hali ham yolg'on gapni davomlashtirayotgan paytda Xitoy tajovuzchilariga urilgan bir tasdak sifatida biz bu programmamizni boshlatgan edik. Bu programmamizning natijasi albatta boshda inkar qilgan Xitoy oxirida bu maktabda, bu tarbiyalash maktabi deb dunyoning har qaysi joylaridagi bu guvohliklar ko'payganda buni e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Uning keyindan texnik kuchaygan sari bugun hamda bunida o'qish bitirganligini, bu yerda hech qanday bir axborotlar deyilayotgandek bu jinoyatlarning ishlanmaganligini, jazo lageri emasligini hadab tashviq qilib, bugun uni bundan keyingi tabiiy holatda har qanday bir kashf kursiga o'xshash xalqallar keldigan maktab qildik deb oxirida Shuhrat Zokirning og'zi bilan buni degan bo'ldi. Necha hafta bo'ldi buni o'daqa. Bu şekilde davamlaştırıyordum. Biz şunun için Xitoyning bu yolg'onchiligiga ama chet eldagi 100 minglagan xalqimizning ota-onasi biznikidan boshlab hammanglar ekran oldida ko'rib turayotgan barliq qarindoshlarimizning ota-onasi, urug' tuqqanlarning hammasini hech bir xabar yo'q hozirgacha. Bu Xitoyning yolg'onchiligini isbotlash uchun texnik Xitoy bugun shunday deb turayotgan bir sharoitda ularning jinoyatini isbotlash, texnik yuziga urish uchun, yolg'onchiligini yuziga urish uchun har qaysi qarindoshlarimizningki axborotni texnik kuchaytirishimiz kerakligini biz ekrandan ta'kidlab kelyapmiz. Bugun ham shuning jumlasidan bugungi programmamizning temasini ajdahoning og'zidan qutulgan Uyg'ur yigit deb qo'ydik hamda. Nima ish qilsak, qadrli qarindoshlar, bugun deganda aydirumda kutib oldik, bizning qarindoshlarimiz kutib oldi. Bugun bu Xitoyning og'zidan, bu Xitoy ajdahosining og'zidan şu yerda lagerda yetib, u yerda ko'rgan fojialarni bugun İstanbulga, Turkiyaga tunji bo'lib oyoq bosdi. Bugungi mehmonimiz va bir qancha kun o'tkazmasdan shu yerda yashagan shu fojialarni ekranlarda butun dunyoga buningdan keyingi hayoti anlatadiganligini, u yerdagi vahshiylikni so'zlaydiganligini jur'at qilib kelganligi, shu fidokorlikda bo'lganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qimmatli mehmonim Yalqun Anvarni qizg'in qarshi olmay rahmat etimiz kelganligi uchun. Rahmat aka. Alloh razı olsun. Men sizlarga ko'p rahmat aytaman. Menaki bu hikoyani sizlar orqali butun dunyoga olib bergan bo'ldim. Ko'p rahmat. Qadrli qarindoshlar, programmamiz Nahmaydan ta'kidladi hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu programmamizning ko'plagan insonlarga yetib berishi, Xitoyning jinoyatlarini ko'plagan insonlarning tunishi uchun buni qo'linglardan kelgancha paylaşib ham bahrlab qo'shinglarni umid qilamiz. Shunaqalar qanday fikr talablaringlar bo'lsa, ekran oldidagi nomerlar orqali yoki shu Nahmaydan programmasiga yozsanglar bo'ladi. Programmaga kirsak, Yalqun, men ukamda bilan chaqiraverasizmi? Oldi bilan sizni bir tunib o'tgan bo'lsak. Men ismim Yalqun. Yalqun Anvar. O'zim Aqsuda tug'ilib, Aqsuda cho'ng bo'lgan. Tug'ilgan vaqtim 1995-yil 3-oy. Xo'sh. Ben endi daha 24 kirdim. 25 kirdim daha vaqtim bor ekan. 24 yoshimda hozir men bir 50 yoshga kirganda bir hikoya o'tib ketdi beshimdan. Xo'sh. Aqsuda tug'ildim va o'qish hayoting shu Aqsuda bo'ldimi yoki boshqa yerda? Boshlang'ich bilan to'liqsiz Aqsuda bo'ldi. To'liq o'tirdim boshlab ish kirdi. To'liq o'tirdim boshlab universitetgacha ish qilib o'qidim. Shandon o'lkasida. Shandon o'lkasida to'liq o'tirdim boshlab shu yerda o'qidim. O'qib universitet. Shu Shandonda o'qidim. Hammasi Shandonga qayda bo'ldi. O'qishim, o'qigan kasbim kompyuter kasbi. O'zim kichkina kompyuterga qiziqqan bo'lishqa. Kompyuter kasbini o'qib bo'lib, nurg'a orzu amallar bilan. Maktabni nechanchi yil bitirding? Maktabni 2014. 2014.
2004 mu? Gapni esga ketdim var. Ha, mayli ishim bo'lmaydi. Tunji qatim ekran chiqishim bo'lgandan keyin normal bo'lmaydi. Maktabni 2014 degan bo'ldi to'g'ri. 2014 bitkizdi. Xo'sh, undan keyin 7-nji ayda bitgan bo'ldi to'g'ri maktab. Va u tarixda vatanga qaytding, yurtga qaytding, ya'ni Aqsuga qaytding. O'qishim tugab, yurtim qaytib, praktikam tugagandan keyin ondan shu oliy maktabda o'rganganim bo'yicha kompyuterda bir to'r sohasida bir ish qilib boqay deb o'zim iltimos qilib shirkatdan birini ochdim. Aqsu shahri ichida. Shirkatni ochib, qo'limda bor pullarni shu mablag' qilib silib, ishlarim yangi boshlanayotgan vaqtlar shu 2016-yili 2015 shirkat iltimos qilib ochdim. 2016-yili ishlarim endi bir qurilishga boshlagan vaqtlar besh shu fajialar kelib boshladi. Hayotim osmonga o'rlib ketdi endi. Lagerga tunji akidilishing 2016-yil nechinchi oyda? 3-oyda. 2016-yil 3-oyda. Xo'sh. Endi o'shadan boshlab diqqat bergan bo'lsang, qadrli ko'ruvchilarimiz, mana bu yoshlikka Xitoy tilida o'ttir maktabdan tortib Xitoy o'lkasida o'qib, o'zining kasbini, so'ygan kasbini bitirib kelib vatanimizda bu tijoratni boshlab, bu tarix ishga tutilgan vaqtimiz shu Xitoyning lagerida Uyg'urlarni turkumlab olib ketishga boshlagan tarixga to'g'ri kelgan. Qanday olib ketilishini o'z og'zidan anglaydi. Nima deb olib ketamiz? Sizni kap tunji qatim sabab nimani ko'rsatamiz? Men birinchi qatim chaqirgan vaqtda meni soqchiqanda ko'p telefonni topshirsin. Telefonni nega bersin deb. Telefonni berdim birinchi qatim. Ular menga ochiq yaqimda telefonni olib qoldi. Telefonni olib qoldi tunji qatim. Olib qolib, yana telefon qilibdi. Soqchiqanda kelsin. Bir nima ishlasam boshqa ish yo'q. Menga kirib oldi deb sulaxonasiga o'tkazib qo'ydi. O'tkazib qo'yib u yerda necha soat turgandan keyin boshqa ishlarmi yo'q, yana chiqib ketdim u yerdan, qo'yayotgan bo'ldi. Qo'yib ertasi yana chaqirdi. Siz soqchiqona kelsin dedi bugun. Deb. Shundan soqchiqonaga borsam bu yerda masalan vatan tarafdan vaqti bo'yicha shu tushdan keyin soat 3 bilan oqsujonlik Ko'boy darsini kelib u yerdan ketdi meni. Gap qilmaylab ketdi. Menga bizdan bardoshlashib deb og'zimizda jig'ilgan bo'ldi. Sizlar mashina chiqib Ko'boy olgandan keyin tushdan keyin soat 4lardan boshlab kech soat 2largacha to'xtamay tayoq yedim. Urdi yana nechis bir bo'lib. 6-7 odam navbatlashib to'xtamay uryotdi. Birisi yerib qolsa, yana birisi kelib uryotdi. U yerib qolsa, yana birisi kelib uryotdi. Bir og'iz gap so'ramadi. Urib men o'ltirganim yo'lbos o'rindiq bo'lg'achqa putqulim bog'liqliq. Xo'sh. Men bu yerda bir harakat qilolmayman. To'xtamay uryotdi. Urib kech soat shu 2lar bo'lgan chog'da anda keyin meni o'rnimda to'g'izib, tamda to'g'izib qo'yib turib, tam o'ylab to'g'izib qo'yib turib meni. Ondan endi digina kim bilan aloqa qilding deb. Men bir kim bilan aloqa qilmadim. Yana qonun qilib ishim yo'q. Sen bizga gap yandirdiganmi deb tam o'ylab qo'yib yana qo'lsoqlarimga urib tepib qolgandan keyin tugilib yetib qoldim. Yetib qolgandan keyin dumimga pedallar bilan urib, tasmalar bilan dumlarimda qita to'q. Yana o'rnimizga kim bilan aloqa qilishdi? Sen chetlarga aloqa qilishibsan. Men aloqa qilmadim. Men haqiqatan hech kim bilan aloqa qilmagan. Hech kim bilan aloqa qilmagan. O chog'da men hatto Urumchiga telefon qilishga qolsam, shirkatdan ishlari bilan. Men shirkatning o'zining ichidagi muqim telefon qiladim. Chunki ansiraytim shu joyda men telefon bir ishlab qolmasin deb. Bular men qanday yerdan bir isbotlab kelgan bilmayman, isbotlab ko'rib boqmadim. Men isbot bo'lsa qo'ya olaydik-ku sen, aslida. Isbot yo'q, seningdan bir narsani mana shu zo'lab bir ixro qildiradi. Majburiy ixro qilmoqchilar. Kech soat 2 gacha 4 da akitib 2 gacha navbatlashib urgan bo'lsa, senda bilan chiqarmoqchilar, telefonini oldilar, akat 2 kun burun hech qanday dalil topolmay seni ixro qildirmoqchi. Shuning bilan eng oxirida degan gapi o'rdan urib bo'lgan ekan. Unda bo'lsa hozir uyga ketib, erta tangsar bo'lganda endi kimnikim deb qoldi, deb qolib, erta tangsar bo'lgan joyda 5 mikrofonni ko'tarib, kep meni izda. Andaki kimni akatsa, bo'lmasa kimnikini akatmasang, pulni akatmasang, kimnikini bermaymiz, kimnikini akatmasang, sen yana kelib bir joyga qaysa. Pul deb shu kechada uyga qaytdim. Kech soat necha? Shu ishlar oxirlashib 4:30lar 5lar bo'lgan vaqt.
4:25 olganda etigen yana 6 kelsen dedi. Taң yorganda keldi. Taң yorgan ekan. Uyga borgan ekan apam bilan ko'rishib apam istamsa gap. Sen bilan nima chiqardingiz deb. Men hech qilmadim apa. Men hozirgacha yashab bir qonun qilib ish qilib boqqanim yo'q, qilsam o'ylab boqmagan. Bular qanday yerdan meni chet el aloqa qildi deb turgan bilmayman. Desam bo'pti bolam. Deb. Yani bizga papa 5 ming pul lozim ekan bularga. Pulni bir bersam, andan kimligimni berdi-ki, andan men xotirjam bo'ldi ekanman. Deb desam apam uchuqlam senden para talab qilyapti yani. Bekor 5 ming jinoyat topolmay, uning ustiga bulishiga urib, uning ekandan 5 ming ekan. 5 ming pul ekansan kimligini bilmaymiz. Kim saqchilarninki, qaysi saqchi idarasi? Aqsudiki? Aqsud shaharlik davlat bexatarlik idorasi. Kobodadoy. Kim sen talab qilgan ismi o saqchininki? Olim. Olim. Yeshimdan azroq cho'ngildi. Esimda qolgan shu bir sekin qolgan tunib ketmayman. Ati 5 ming pul keldi. Uyga berib apamdan ko'rishib degandan keyin apam "Balam bo'nchilik pul yo'q ekan, 3 mingni olib bergan" deb. 3 ming deb kelsam, "Sen bu yerda sey bozor ko'rib qoldingmi? Sen bilan baho talashib qilding, bu qanday ekan bu?" Nakam ishlamasa gap, men bu yerda elektrik atgan, qo'lni o'chab bundan tayini yo'q. Mish buni apamdan so'rab olib keldi. Uyda babul mashinalik ekan. Deb desam, "Sen biz ko'rmay, men ketib pul tep kel." Deganda kim qilib qolsam, qachon pul topib qachon shunday akitay kimligini. Deb. Ham o'choqda tuzuk yo'l mangmayman, putqolarim butun og'riq. Yo'l mangsam oqsab yonayotgan qo'limni ko'targan kuch yo'q. Ketib ardın bir kun o'tibdi. Yana payt soqchixonadan chaqirtibdi. Soqchixonaga kelgansa o'rnimdan turdi, 5-ko'targan kuch yo'q. Badam tayoq zarbisidan. Soqchixonaga borsam, borgandagilam qo'limni oqichimda akib, bular ko'z yetishmay suv yo'q bo'ldi tegib qo'limni. Ko'z bilan taqiyolmagandik. Ko'z yetishmabdi payt sonda odam tutaverib. Ko'zi qanmagan gap. Qo'limni suv yo'q bo'ldi tegib o'tgandan keyin nima shu bo'lganini bilmadim. Qadam chiqay. Bu nima shu ekan men bu tunuga mana go'bontan yaxib chiqqan bo'lsa, bu yana payt sonda tutib nima shu bo'lgan deb qalamda o'tmay bu ish. Amal yo'q hamda ortiq yapsam yana urdi ularni. Soqchiqanda. Oldadim yani. Oldasam shu tushga az qolgan chog'da. Tushdik soat 2dan bo'lgan vaqt ora. Vaqtda bir soqchilar kelib, mashinaga chiqadi. Nayvarimizdan chiqqa mashinaga. Mashinaga bosdi. Shu yerdan meni Oqsuv shaharlik xalq doktorxonasiga. Xalq doktorxonasiga qapadi. Hozir shunda Oqsuv shaharlik qizlik ko'rikning qishida doktorxona. Doktorxonaga keldi. Nima ishlar bilan deb mashinadan tushib bo'lib, shu joyda ko'ginim shuni esimda, menga o'xshash, men bilan o'xshash yoshdagi yoshlardan o'g'illar, hammasidek o'g'illar. Yeshma bilan tandek qildi. Qarashda shu eng kichigi bek bo'lsa shu 17-18 yoshlar. Eng cho'ngi 26 yosh, 27 yosh. Bo'lmasa, hammasi men bilan o'xshash bir yoshdagi zamondoshlarimiz. 400-500 odam bor, o'g'illar. Bular nima ish qilib doktorxonada hammasi qanday sho'g'il turibdi. Yurak kesilami yo'qmi deb sho'g'il turibdi. Ondan ko'zni tekshirib barmoqimiz deb shu doktorxona tekshirish qildi. Shu o'yildim bu tarbiyalash markaziga. Bu nomda tarbiyalash markazi olib tarbiyalasa maktabda o'qisa, qanday qilib o'zim qonun tekshirib, salomat tekshirib, jinoyat deb mangada qo'limizni qo'ysa, hammamizni qo'limizni qo'ysa. Qo'yib yetishimiz jo'b o'taymoqlik. Qanday qilib jinoyatchi aylanib qoldik deb. Yani doktorxonada tekshirib bo'lgandan keyin hammamizni birdan mashinaga chiqarib, bizni yapmagan mashinaniki bir qator uzunli mashinalar, uzun bir sap. Ahtamdan jonjar cho'nim neymiz Uyg'urcha? Askarniki. Bir askeri bunda minibus mashinadagi mashina. Yo'q, tank o'xshash mashinasi. Shu xil mashina, andagi oqisi cho'ng avtobus. Mashina menib yani birdan chiqaramdikan mashinaga. Bir mashinada so'zlar tank o'xshash mashinasida biz 8-10 odam bor. Qolgan cho'ng avtobuslarda 30-40 60 odam chiqib. Bir uzun sep. Mendoq. Menga Oqsuv 3-4 oylik manga saqlan lager ekan bu. Lagerga keldi. Men o kun nima ishlar bo'lsin bilmagachga kiyib kimin bak yillan. O vaqtda 3-mezgil Oqsuvning asharati bo'lgan joyda shu
terloğuğa vakti şamal güçlük soğuk hava barqal. Men nipizli bir kiyim kiyip atken. Hammamizni qo'lni var peshimizga mana qo'yib, lagerniga o'ylisi o'ltog'izib qo'ydi. O'ltog'izib birdan ismimizni to'g'lab andakan. Kimning ismi chiqsa shu dirat bo'yicha kiryotdi ichiga. Kirgatdiq. Soğuk to'g'lab turdik net zayat. Ham bu lager bu torda deyilgandek palana başliq so'zlab o'tgandek bu tarbiyalash markazi va maktabda o'qitadigan ya emas. Kirgandan keyin ish bilan farqsiz. Sen kirgan mushlager akirdi. Akirgan qancha odam baka bu lagerda? Shu turpan yo'ldagi. Bu lagerda shu chog'da mencha bo'lgan chog'da shu necha ming odam aniqlab bor. Hamma shu yosh bolalar Uyg'urlar. Ondan ba'zida yosh cho'roqlar bor. Shu chog'da bizni to'liq olib borgandan keyin qaraganda shu yosh cho'roqlar shu 50 necha yashada parlament bor ekan, 40 necha yashadagilar o'qib ko'p bo'lgan. Necha ming odam aniqlangan bor bu yerda bir qarashlab endi. Uni kamera usulab to'g'riz qo'ydi. To'g'riz ishning oldida bir yordamchi soqchisi bor. Turibdi. Biroz gapni ortiq qilmaymiz. O'zaro paralanish ruxsat yo'q. O'zaro paralanish sinadigan kaldan osmonimda biz chiqib qolsak, ishkom yo'q, nima ish qilmoqchi deb qaldaklalar urib zarba berib. Xo'p. Jon chiqmaganga xo'sh bo'lib, unib ketmaganga xo'sh bo'lib yashadik ichida. Ondan shu qonilish bor. Ondan lagerga akirib bo'lgandan keyin yana qonilish bor. Ondan yana bir o'qullarni urib bo'lgandan keyin butun badan jon yegasi yo'q. Bir xil xamoshib qolasizlar. O'rnimizdan turishga ba'zi kuch yetmaydi odamning. Bir kim bizni chaqirsa beshimizni ko'taramaymiz, ochimizda kuch yo'q. Ashta paralda kelib qoldik. Ondan tansar bo'lganda qanday tatib chiqdi do'kash bo'lganda aniq o'qulni uribdi. Ashundoq turib og'ir kelib biz boshliqlarga 8 yildan kirib chiqqan, biz og'ir kirib, yana 8 yildan kirib 16 bo'ldik. Xo'sh. Petishmidik ichiga. Uyurtusak tug'dak o'rin yo'q. Onda kirganlar 16dan 20 ga ko'paydik. 20 odamning orasida bir kameraning ichida. Bak kichik, bak kichik. Ondan kameraning ichidagi yerda 16 odam 20 ga o'zgarib, 20 ning orasida yosh to'shroq, yosh cho'ngroq 3 odamlar bor ekan. Bular kirgan chog'da chiralari resepti bir joyda deb qarashga bo'ldi endi. Kirib chiqish kun bo'lgandan chiroy xunukleşdi. Bularga biz o'rgan o'g'ilni uribdi, bularni tan ko'taramadi. Ko'tarmay birat bo'lgandan keyin bir odam yiqilib tushdi, yetib ketdi. Shu kun kechroq bo'lganda xabarni to'q bilib qopdi deb. Necha kun bo'lgandan keyin o'ylab qoldi-da. 3 kun u odam kirib 3 kun bo'lgan joyda yiqilib tushgandan keyin yetib ketdi. Shu kun kechroq xabar topdi, qo'lib qopdi deb. Aytganda bir soqchi kirib dedi. Bu odamning yuragi kesilgan to'q. Kesilgan to'qmay kirgan joyda shuni olib qopdi. Chiqqandan keyin qatqilayman gap qilishma deb qo'yib ketdi. Dedik. Ortiq gap qilish amal yo'q-da biz endi. Zot nima ish qilibdi deb demaymiz. Dizakda maqta yeymiz. İşte arada ötüp şu bir yarım ay bo'lgan chog'da 2 odam shu bizni kichik lagerda o'lib ketdi. Ondan 2 yarım ay bo'lgan chog'da yana bir odam ba'zilashib beramadi, o'lib ketdi. Onda odam chiqqan chog'da o'da eng beshida biz jitxon chiqimiz desak, qo'limizni ko'zab putimizni kichan saqchib chiqdi. Boshdagi bir aylarda oxirgi saqchida tungni birini tashlab berdi. Bir kunlikni bir açık tükse bo'lmasa mishni ichida turdi deb. O kameraning ichida hozirlab qo'ygan o'birini yo'q yani. Yo'q. Ya butun kameralarning ichi shunday-da. Eynat. Shunday bir, ya. Ondan to'ndash bergandan keyin xilq baqaylar. Kichiklam, mush jo'sizlik qilgan bir uyning ichida 17 odam bor. 3 odam o'lib qolgandan keyin 17 odam. O yüzden özra örtüz ama mörümüz birbirimiz takışıp patmayımız. Bunu tutmasak.
O ülep qağa adamdan näge çıkıp ketkenini uqmaysın. Uqmaymiz. Ailesi bädin bämidi o Uqmaymiz. açqan nemsi ýok. Hem öz referensini koymaydı, odamın ismi nime, nereden onu Yani bilmeyiz. kündülük hayatıňda etdigenden geç jimmetli turuş memleşedi. Ondan da ezgandek, alaqı Gongchandan xaw deydigan bir naqşy var. Meýo Gongchandan meýo xawjun bolýan. Şu naqş niyetimiz. Onda başga şey yok. Bolmasa bäzi elçi qanday çıkıp yüge saldy bizni. Gaqyp säçede jim turmapsa dep. Yüge saldy. Bolmasa şu biz tejrübe bolan çaşqan. Qanymyzyň aldy okulny urdy, qanymyzyň aldy okul urdy. Biz tejrübe bolan çaşqan. Aşynda ýürüp ağır gap adamda patmaýyk biz tuň taşlap bergen eken. O ýet adamnyň bir günlük teret. Furda tuňyň içinde. Onu içine purtup. Ad puraqdan adam nefes agyly bolmaýdy. Aşynda ýürüp can çykmady. Ondan başga hamma debatlyk ýolumyzda. 6-njy ýylyň 10 neçileri bolgan çagda andan. 12-leri bolgan çagda. Yani bir kirgençe kança aýdan keyin andan sinan biz sorap geldi. Yani 6-njy ýylga geç hiç qanday sual soraksız. Sual soraksız. Hiç kim sual soraksız. Her gün ýanyndan äkep durdy adamlarny. Eger bir adam ölgüde köp çyketse, madem biz işkini küremeýkemiz dep bolýarmyz. Yani kesel alıp çıkıp gidip kapsa göremeýkemiz dep bolýarsın. Eger bir adam özü meňip durup çykalsa, ma beçara bugün pek eger taýak ýabat dep bolýarmyz. Aýrym çykyp bir büjekke esip kurup urup bu adamny ölgüde köp taşlap eger koýjany. Madem bugün pek eger taýak ýetken dep bolýarmyz. Ondan başga özlemde oturup köz kısıp parançlık borsat yok. Bayqa bulgasa ýaýmyz. Şunda bulup yani hem ýerde kamera var adamlar. Sen kamera. Hem bizim o tuğan katekninki işki cazı goşaýdy jo. Sırtıq sakçı işiге bütün avazduluk anlaýardy, köreledi bizni. Şu her bir işinde birinci sakçı turgulyk boldy kaltak. Şu oxşa bolmaýdy. Ondan 6-njy ýylyňky 10-lary bolgan çagda men berde çykyp beremedim. Nimiş kılamadım? Men berde çykyp beremedim. Günde qanday şu okul uruş berde çykyp beremedim. Ya her gün alamda qanday? Ya subhanallah. Berde çykyp beremey men bir quşuq suny içip üçin şu quşuny köteremeýdi galatke. Ýetinde. Bu müşa kirgen hemme adamda müşna kılıyor. Asasen. Başka kametlerden qanday ulanyň emle ýapaly näde ulany bilmek etmeýmiz. Kanalda hem şu okul uramda her günü. Etdiňiz qanday geçdi okul urdy? Her günü. Ýene men aşağıda 90 gün dogmasam 90 gün 180 qatam okul sanjyl degen gapam. Birisi qanday üçin, birisi okullar üçin. 6-njy ýylyň 10 lira bolgan çagda bop bulamayma badan köteremeýi başlandy. Qanday gylgyrç kan çykmady. Okul ursa şipres okul maňmady qanday bir aşadam köp bolanda turba. Qanday degen bola maňa garap ýak. Çykýan 6-njy 11-12 lira bolgan çagda. İsmim jaqaly. Ömnede köp çykyp sen sebäp kesaň boldy ki. Seni tekşürüp boldyk. İşim ýok kädi. Of dedim asmanga bir qarap dep öýe qarap ketdim. Öýe qarap ketip 15 gün atrapda ornumda turamadım ýatdym öýde. Öýde tamaklany ýep şorplan içip degendik, asyl dori ýep degendik. Hem o işte bolgan eken o Uygurun okulda moçan pul ýok hazır. Ötendim. Şu çagda mo Uygurun okulda pul kalmaga wagt. Bizden asly pul ýok, öýde asly pul ýok, men bir kimden berip bakamet doktorxanaga baray hazır. Maňa 500 pul berdi desem bir kimden pul çykmagdy wagt aw. Amma ýok öýde ýetişim gerek. Getip 15 gün bolgan çagda eken of dedim bir beşlerini oýam ýok. Kopaladyk bop. Ondan hizmet edişke başladım. Ben bundan tutsam bolmaýdy eken. 2016 ýyly 6-njy aý başynda mı? 6-njy ýylyňky 15 lira atrapda anda men öýe gaýtyp ketip bolgan eken 7-nji ýylyň başlary. Sal aslim geldim. Hizmet edişke başladım. Hizmet kılaý. Aksunyň işçiden hizmet edişke başladım. Çünki men çykkan wagtymda men şirketimden özüm açkan şirketinden bir tıl orundok, bir tıl tümür maqamapdy. Hemme tüptüz goşdum. O näsini kim jygyp aketdi, näge aketdi, gaça aketdi, hiç kim bilmeýdi, bilmeýim. Özüm bilmeýim. Ben memnun kameratlarını da gitti. Onu hiç kim bilmeydi. Açkan şirketim. Hem soraýanmaýsa? Soraýamaým, amal ýok. Sorasam belki ideýany mesele bar, dep tirolçy dep ýene bir näse kılıç mümkin.
Hani bu dünya bunu biliş gerek mi? Devlet tarafından elip berilayotgan bir cinayette halkı elip berilayotgan bu dereceli vahşilik yani. Hem bu etken işler bence bu anda bu bir haqiqiy bir çoğundurduğun milli qırgınçılık. Irqi qırgınçılık. Bu işning din bilen başqa bir işler bilen alayda münasebet yok. Faqat Xitoylar Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi xolos. Bularni birlamoqchi uchun meni o'zimiz qilgan. Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi. Çünkü ma'lum bir diniy sohadagi yoki ma'lum sohadagi insonlar emas, jamiyatda shu Uyg'urlar bo'lsang, sen eng cho'ng jinoyating bo'ldi hozir. Bu Uyg'ur, mening eng cho'ng buni yo'qotishim kerak deb buni nishon qilib turib menayotganligi aniqdan bu. Ondan bu xizmat izlab yurib, topgan bir yaxshi xizmatim. Şu vatan tarafındaki bir yerlik içimlikni işkirge ekilip, işkirde biz Uyg'urlar özümüz bazı açıp satadigan bo'lib bu xizmatni topdim. Tepib men shu turga mas'ul bo'ldim. Qilib ishkirga keldim. Ishkirga kelib uy ijara olsak biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun uy ijara bermaydi bizga. Sen şirketning bir vakili olsanmi? Amal yo'q, shirkat Xitoyning shirkatida. Xitoyning shirkati ha. Anda Xitoy shirkat o'zi kelib turib, o'zi uydan bir ijara berdi. Bu xizmat nima taqasan bu ishkirda oliy maktabdan bitirganlikan Xitoychaga mahir bo'lganligi uchun topa oldingmi bunda? Normal bo'lsa xizmat tepishmi bir ham yem bermaslar. Normal olatda tarbiyalash markazidan chiqqan ekan. Bular hech nega borolmaydi. Kimligini qandoq birga tekkusi saqchiliklarimizni sayraydi, o'tkazmaydi bularni. Mening anda qanday bir ta'lim kelib qoldi, men aeroplan biletini shirkat etmagan. Aeroplan biletini oldim, uchdim. O'tib ketdim. Shanxayga ketdim. Shanxayga kelgandan keyin Uyg'ur bo'lganligimiz uchun uy ijara bermaydi. Uyg'ur bo'lganligimiz uchun har haftada bir qatam uyga kirib tekshiradi saqchilar. Uyg'ur bo'lganligimiz uchun sirtlarga chiqib qolsak, saqchilar bizni ko'rib qolsa, yo aqimizga kirib oldi, yoki kimi materiallarimizni tekshiradi. Shunday yashab keldik, keyin Xitoyning shirkatining ismi nima? Ularniki hozir shirkatning ismi Avat Dolan Musallas. Şirketi. Yoksa Avat'ta. Şu şirketdeki Musallas bilan boshqa üzüm içimliklerini hep. Xo'sh. Ondan şu 2017-yili 11-yili bo'lgan vaqtda bu tur mangmidi. Shanxayda setilmedi bu shirkatning bilasizlar. Setilmagandan keyin shirkat biz bu bo'limni to'xtatayli. Bundaq ma'quldusak pul ziyon bektatib ekanmiz deb turni to'xtatdi. Ondan meni sen cho'qim bizdan birlashishga qaytishing kerak. Sen u yerda qancha Xitoy bilan birlashyapti shu? Biz 4 Uyg'ur. 4 Uyg'ur. Yana 3 qiz bola. Men bir o'g'il bola, 4 edi. Shu bir uyda 3 yadaqliq bir cho'ng bir uyda. 3 qizlar 2 uyda, men bir yolg'iz bir uyda. Turib ishlab qo'yatgan. Sen menga vatan qaytishing kerak. Qaytmasanglar bizga avorchilik deb berdi deb. Men qaytmayman. Men hozir matarni o'zim xizmat deb o'zim ishlayman. Deb shirkatga qo'shilmay qolib qoldim. Ondan qizlardan ularni ketgan bo'lib qolgan bo'lib, bir qizlar qilib, o qizlar keyin aylab chiqib o'z ishini qilib ketdi. Men qilib andan u yerda o'zim yolg'iz o'zim shu Shanxaydagi yerli Xitoydagi shirkatlarga berib xizmat izlab bordim. Bir netsiga bordim, masalan, Uyg'ur ekansa, davlatning ishda buyrug'i bor, payjuzining buyrug'i bor. Uyg'urlar xizmat izlab kelsa xizmat berib bo'lmaydi. Ochiq desan yani. Qo'ngan jumishda bizga o'qitib olgan. Uyg'urlar kelib qolsa xizmat bermaymiz. Sizlar davlatniki nuqtaliq boshqaradigan millat. Men shu chog'da men tas-tasa qoldim hayotimni umid o'zgili. Men bunday hayotimni nima kerak? Ya o'zing o'ldirib oldi yani. Bunday hayotimni nima kerak? 2017-yil yil oxiri bo'layotgan ishlar. 2017-yil oxiri. Yani 11-12 Shanxayda bir cho'ng bir shaharda bir Uyg'ur patmidi. Patmadim. Shu cho'gilab yurib, bu yerda uchrayotgan siqilishlar, yaklashlar. Men shunday bir hozir samir mana boqatima. O'sha bir urug'dim, ashta bir uruq odam, ashta bir cho'ng shahar patmadim. Patmay xap deb yurib, yana izlab boqay bir yerdan bir yo'l chiqib qoladi deb.
bir texnik şirketine düştüm. Bular qabul qildi, bular chet el mablag' bilan qurilgan shirkatga. Kompüter texnikasi yani. Bular film. Ha. 3 o'lchamlik film bilan 360 graduslik butun ekranli film. Yuqori texnik film ishlaydigan. Shu shirkatga kirib ishlab 2018-niki 7-oygacha ishildim. 2018 7-oygacha. Shu shirkatda muqim ishlab, oxirida darajam o'sib bir aytib badım. Axırda bir Şanghaydagi xil nurg'un o'rinlarni boshqarib, tarmoq shirkatlarni boshqarib bilan bir darajaga o'sdim. O'sib, undan keyin 2018-yilda o'zim qiziqqan kasb bo'lgan ekan bu. Yana berib 6 oy film ishlashdi. Yana qaytadan o'qidim. Film mashhur o'qib, bu yil 3-yilda o'qishim tugadi. Bu o'qish jarayonida men o'qiydigan maktabga borgan vaqtimda, ya'ni shu Shanxayda o'qidim yani. Ha, Shanxayda o'qidim. Maktabga borgan vaqtimda maktabning qo'ygan talabi Chexiya organlarining, qonun organlarining qonuni bo'yicha Uyg'urlarni biz maktabga qabul qilmaymiz degan gap bo'ldi. Endi bu nima deb ishimiz ana buni? Davlat ochiqdan ochiq millatning yo'lini ityotdi, millatni cheklayotdi, bir millatni o'ltirmoqchi deb tushundim men buni. Bombay izlab yurib, maktabdagi boshqa cho'roq boshliqlarni izlab yurib, endi o'qishga kirdim. Kirib, bu yil 3-yilda o'qishim tugadi. Tugagandan keyin xizmat izlab yurib, xizmatim joyiga tushdi. Ishlab yurib shu undan keyin bu o'qishni tugatishdan burun men o'qitgan vaqtim Jo'jonga borda bir ish chiqib qoldi. Shundan Jo'jon yaqin bo'lganda aeroplan qoldirishni hojat yo'q endi. Men tez suratli poyezdga borsam bo'ldi. Tez suratli poyezdga chiqib, Jo'jonniki Yuxan bekatdan. Poyezdning tushgan vaqtimda, poyezdni tushib tursam saqch oldim do'sti. Sen Uyg'ur ekansan, menga nima qilding deb. Uçsuzum nişi bir vardı kamal acele dedi. Şundan dedim ben kelsem babamda belki. Şimdi baba becerdiğim. Sen telefonuna çıkar, kimliğine çıkar dedi. Telefonunu verdim, kimliğini verdim. Bu da bir kadın özü durup kubbedir aşağı telefonunu taşıyordu. Emniyette Xitaylar haqiqiy qonun bo'yicha ish qilsa, qonunda kishilik huquqda bir narsa bor. Undan keyin ko'rinishi uchun. Uyg'urcha deymiz buni. Shaxsiy uchur. Shaxsiy uchur deb ishlar bor. Xitoylar azal bundan qarab qo'ymaydi Uyg'urlar uchun. Uyg'urlar uchun qonun yo'q. Saqchilarning nesi shu. Telefondan tashkilotida tashkil bo'lgandan keyin meni tuz rasmga tortib bekatda, qo'limni ko'targizib rasmga tortib, telefonimni bilan tutqizib rasmga tortib bekatda. Xap dedim. Telefon rasmda tortib bo'lgandan keyin sizga ketdimi yoki? Yo'q. Rasmda tortib bo'lgandan keyin o'zi ketdi bular. Ketgandan keyin bekatdan chiqib Yuxanda mehmonxonaga tushdim. Tushsam Uyg'urga yotoq bermaymiz. Deb. Nima ish qilsak bu davlatning buyrug'i yuqoridan bizlar buyruq tushgan deb. Bo'lmay men bilan birga xizmatga borgan boshqa xizmatdoshlar o'zining nomida oldi yotoqni. Bo'lgandan keyin meni kimligim yana o'xshash takliflar yotoqniki tizimlash sistemasiga kirgizdi. Kirgandan keyin 2 soat 12 bo'lgancha dedi ishga saqchilar. Chekkandan keyin nima ishim bo'lsa sen Uyg'ur vakabs tashkil qildi. Uyg'ur bo'lsa nima bo'libdi bu yerda? Men Jo'jonga tushgan vaqtim bir tashkil qilgan do'sa. Desem şu çocuk saqchini bek ochiq esimda. Uyg'urlar degan terrorchi, u nada Uyg'ur bo'lsa biz shu yerga cho'qib tashlaymiz. Shu joyda shu gapini to'liq ovozga evamaganlar bir yerim bor. Ovozga olgan bo'lsam, at cho'qim shu saqchini bilan qilib qo'ydim. To'g'ri cho'qim bilan qildim bu ishlarni. Ovozga olmadim, o gap ta'sir qildi, ochiqlandim, moslashmadim men. Tashkilsam mana kimligim, mana telefonim tashkil bo'lgan bugun. Tashkil zamanında şu bakın neymişin var yine. Sen bizden çok bile paycızlık beripsen. Senin südükünü teşvireyimiz, kınını teşvireyimiz, parmak kızını teşvireyimiz, telefonunu emelasını kaçın teşviremiz dedi. Sen ben bağmayayım. Küçük gelse benim işletim dekmeden kurallık tutup açık et. Ama beni tutup etmanga vaktinde... Başka Xitay hizmetdaşların var mı yatakta? Yem bir şeyden batı. Beni kurallık açık ettiği vaktinde
Sen çokum bana tutuş buyruğunu gösterişin gerek. Bombası ben sen bana değişip akıraçı bana mezade. Akıraçı değişmezsen bana. Dep desem bula bizde mammal yok bada yukarıdan buyruğu dep. Sen yukarıya atkan yukarıdan kaysı yukarı orunu. Beijing mu yoki Zhejiang'ningki başlıkları mı? Sen Beijing'in mi var, Zhejiang'in mi var mesela buyruqları var. Ama neymiş ki ben azıcık kanunuymuş bunda buyruğunu körüp bakmağa. Sen bu buyruğunu sen kömeyse, bu da bir işki buyruq, aşkılanmaydı sırtqa. Öyle değişip duruyorsan vaxtını sıra qo'ydi deganman. Bo'ldilar. Deb badim sochxonaga. Borgan ekan shu suyak tashiydi, qon tashiydi. Barmoq izlarimni birdan bes barmoq izlarimni tashiydi. Telefonimni tashiydi. Tashirib bo'lgan ekan ana meni va tamdalik metr soni bor. Jinoyatchi rasmdan tamda 9'up. Necha parcha rasmda tatib bo'lgan ekan. Endi kassang bo'ldi deb. Men da ketmayman deb. Men baytga kelgan yo'lni o'qimayman, apar qo'ysa, nerdaga bo'lsam shu ekan. Desem bana deb başına çıkıp apar koygan bo'ldi. Ondan bu ishlar ichimga patmay bir o'zimni aram besib turib, juga vaqtim ertasi kunduz ishni bijirib bo'ldim. Ertasi tushdan keyin Shanxayga qaytib kelib qoldi. Qaytishim kerak. Kirib men mangan tezlikli poyez yani 10 minutdan keyin qo'zg'aldi. Men tezlikli poyez bekatining eg'izini kirib turishim. Bilet tashiradigan bilet tashirgan hamda meningki kimligimga birla qarab Şinjan deb ishlar xatdan bo'lganlik uchun Uyg'ur deb yozib qo'yganim uchun o'shandan keyin yana bir soqchini chaqirib bularni ishxonasiga kirib kelib so'radi nerdan keldan qachon ketsa deb. Men tunugun mishbekatga tushgan tunugun kelgan oqshom yana bir tashiydi hozir ketma Shanxayga mangdim mana men tashib chiqqan bagini manga bu narsani. Desam o'shalardan vaqirab qaltaklarini ko'tarib sen men vaqirdang. Sen terrorchikansan. Deb ya ashuna bir bo'za qildi. Agar men haqiqiy terrorchi bo'lsam, naqmadan shunchalik o'ttirib tutdim. Men yaxshi odam, normal odam bo'lganligim uchun ochiqni masalada nima demasam davog'in bo'ldi deb o'tkazdim-da bu ishni. Chidadim. Ashada avar qilib tasvirlik poyez qo'zg'alishni 1 minut qolgan chog'da endi basang bo'ldi deb. Men yugurib berib, asrab ishdek artib, asrab berib, aran ulganim poyezga. Shanxayga qaytib keldim. Bu Zhejiangda bo'lgan ish. Ondan bu yil 2019-yil ikkinchi mezgil. Ikkinchi mezgilda Cumhurning Xonanga berish to'g'ri keldi. Xonanga berib shu shirkatning ishi bilan. Xonanga berib, Xonandan Shanxayga qaytadigan vaqt. Biz Xonaniki doirasi kengroq ekan, biz Xonaniki shaharniki mabeshidan A5ga biz tasvirlik poyez berib, ayırdım şu şehrinden 25 ekan. Şu tasvirlik poyezda ayırdım berib, ayırdımdan Shanxayga qaytadigan ishladi. Xonanniki şu tasvirlik poyez bekatiga kirdik. Kirgandan boshlab kimliklar mamlasini qaytadan tekshirib, boshqa xizmatlar so'radi. Nimishqa faqat bundan tekshirsa biz nimishda tushunmaysizlar. Xizmatdoshlarim so'radi. Chunki xizmatdoshlarim chidab qo'ladimi deb boshlagan. So'ragan taqshlarning javobi chunki bu Uyg'ur. Çünkü yukarıdan mesela buyruq var, Uyg'urni ko'zga chuqum tekshiramiz. Bu uchuq millatni chetga qiqish, haqiqiy milliy bilgunchilikdan shu. Haqiqiy milliy bilgunchilikdan saqchilar qilyotdi, hukumat qilyotdi. Yuqorining buyrug'i deb shu yuqori qilyotdi. Haqiqiy milliy bilgunchilik shu. Ashtaxtdan boshlanayotdi. Degandan keyin adab chidadoq tekshirib bo'ldik. Men tasvirlik poyezga chiqqandan keyin poyezning umumiy mangda vaqti aran 13 minut. Yo'linglar umumiy yo'l 13 minutlik yo'l. Ha, shaharning mabeshidan A5ga tasvirlik poyezdan 13 minut bor ekanmiz. 13 minutda 3 qatim poyez soqchisi bilan poyezdagi yana bir xizmatchisi, ayol xizmatchisi 13 minutda 3 qatim kelib, mening bilet, kimlik, boshqa narsalarni 3 qatim rasmlatib akatdi. Ayırdıramga kelgandan keyin tasvirlik poyezddan tushib turishimga kendimga yana bir soqchi agashdi. Dal shu meni bekatga kirgan vaqtimda menga aytgan soqchi. Men bilan birga kelib turadi. Besha. Birga kelgandan keyin ondan karim yo'q, menga verdim, aldım menga berib, men tasvirlik poyezdan ayırdıramniki bir kirish yig'iz bor ekan, o'zlari uchrashadigan. Asha kelgan joyda u mendan chaqqaroq necha qadam tez menga bilib, oldik soqchiga, ayırdıramning soqchisiga. Oxirida bir Uyg'ur va anta shuringlar deb qo'yib ketdi. Men ayırdıramning ishini oldim, kelishim 4-5 soqchi kelib oldim tuzib. Kimlikdan chiqqan. Ha, qurolliq. Kimlikdan chiqqan, nereden kelding?
Sen kim o? Bu pek ötti bu iş. Mening kötürüp tuğunim... Kanda bir zerreliçilik bir normal bir insana bu çıdıgıçılık qanmaydigan derecede bir işte bu hamda. Mening kötürüp tuğunim Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin ölçümlük kimligi. Şu hükümet öz taqatgan kimlik. Şu özüm meni Cumhuriyet'nin puhras deb e'tirof qilib taqatgan kimlik. Ammo şu kimlik uchun men nega borsam ish qo'shish tasaldim, tadqiqot qildim. Shu birda kimlik uchun. Chunki men Uyg'ur. Uyg'ur bo'lganligimiz uchun shunday bir ishlar bo'lib ketdi. Bo'lgan ekan bu yerda tekshirib telefonlarim meni sep yanchug'imdagi har bir narsani yerga birdan tizib elib, yanchug'imda tamaki bor mening. Tamakini birdan tatib elib, yerga qator tizib oldim. Ya Allah. Mishin tamakini birdan o'rib qarab bo'lgan ekan sog'izib tamakini ichidirinden taşıydı. Endi kassang buldu deb. Endi nega ketmayman. Ayrıldım ushli 20 minut bo'ldi mening. Bizning karimiz yo'q. Biz katta xo'sh deb. Turib oldim aldım do'st mashinasi oldim do'st. Aydırımın içinde o'ziniki to'rtchaqli kichik mashinasi bor buniki. Oldim do'st turib oldim. Mening ayrılgan biletim to'laysa. Hozir agar hozir to'lamsang men ustunda arz qilaman. Desam, nega arz qilsang arz qil. Sen berip Beijing'e arz kılamsa, berip Xi Jinping'ni izlemse, biz qo'rqmaymiz. Biz normal xizmatimizni ijro qilib, bir Uyg'urni tekshirdik. Bizni urmadik, tilimidik. Qanday qilsang qil deb. Bir saqchilama deyotgan gapi. Men bir odamni tekshirish uchun Alloh 40 minut ortiq xabar qildim dedi. Amal yo'q, ayrılib o'tib ketdi. Amal yo'q, naq maydonda. Men asli şu gündeki bildiğimde ağam bildiğim var Beijing'e çıkıyor. Xınan'da Şanghay uçağı ayrıldı. Ben amal yok nehmeden 1821'de bilet edip uçtum. Mening bu izzat obro'niki yagi dastilişi, mening iqtisodiy ziyon, mening zehniy ziyon, zehniy besim. Hammasi bu bak egri keldi bu ishlar menga. Ana shu vaqtdan boshlab to'xtamay, qatmabdiman. Men jiroq ketay. Tumay çöbiyede deb anında torlarga chiqib, ba'zi materiallarni ko'rib, anda pasport iltimos qilay deb yo'llanmashga boshladim. Anda bu yil 9-oyda, bu yil 4-oyda yo'lni menib yurib, nopusumni vatandan ishga chiqdim. Xabiga chiqdim, pul qashlab yurib. Chiqqandan keyin ondan Xabidan pasport iltimos qildim. Bu yil 9-oyda iltimos qilib 8-yil iltimos qildim pasportni. Iltimos qilsam, menga birinchi qatim pasportimni rad qildi. Iltimos qilib necha kun bo'ladi bilmayman. Men bu hammasi Jungo fuqarosi. Agar Xanzular bular iltimos qilsa pasportni, qaysi shaharda iltimos qilsa kari yo'q. 15 kun ichida chiqib chiqdi bular pasport. Men Uyg'ur bo'lganligim uchun Xitoydan pasport iltimos qilsam, Xitoydan bizning vatan tarafga materiallar berdi ekan. Vatan tarafdan aşağıdaki qarqusaq o'nlab ismini yozamaydigan boshliqlar materialni ko'rib tasdiqlab bersa, andigan o'tadigan bu pasport. Bo'lmasa biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun biz pasport berilmaydi ekan. Birinchi qatim rad qildi. Rad qilib nüfusunu ishkirga yo'tkizgan yani. Nüfusni yo'tkazib bo'lgandan keyin pasport iltimos qildim. Bu yil 4-oyda nüfusni söktüm. 8-oyda pasport iltimos qildim. Xo'sh. Şu 8-oyda pasport iltimos qilgan vaqtimda birinchi qatim rad qildi. Rad qilganlikning sababi Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin terrorluğa qarşı kanunun 39-moddasiga tushgan ekanman. Shundan degani bo'yicha. Bu 39-moddani men to'g'ri tekshirdim. To'g'ri tekshirsam, terrorluq qilmishi bor yoki terrorluq qilmishi bor deb gumonlangan odamlarga pasport berilmaydi yoki kinchkisi rad qilinib tartib olindi deb yozilgan ekan. Men 20 yil vatanda ishkirda burada yashab, o'zim o'qib, o'zimni jinni o'zim beqib yashayotgan odam eng oxir qilib gap yo'qlam bir terrorchilik chetlaganda pasportim berilmaydi ekan. Men Uyg'ur bo'lganim uchun men terrorchi emasman. Har qanday Uyg'ur terrorlik qilib qilish ehtimoli bor deb aning ishga tushirib olgan gapda. Uyg'urlar bo'lsam terrorchisan demashida bular. Terrorchi emasman. Pek açığım kaldı. Açığım ki şundan yeni yol izlashga başladım. Qanday qilsam iltimos qilay deyman deb. O'sha 1 minut o'tdi. Qadrli ko'rmanlarimiz, naq maydondan
221'den köprek adam körüp atdı bizni. Köptün köp rahmet etimiz. Uçur yazgan, yazıp atkan kıyındaşlarımızga. Ama dekin bazılar bek haddini eşip ketkenligini körüp atdı men. Bu programınınki dikkatini buzmay kimninki meninki yoki har qanday bir riyosetchininki mehminiga qaysi shaklda qaysi uslub bilan gap qilishini o'rgatmasanglarmi kasbinglar bo'lmagandan keyin o'zinglarning doirasida bo'lmagan ish bo'lgandan keyin buni bak chat kirib olmasanglar bu haqiqatan inson rahatsız qiladigan bir ishlarda bu. Ya'ni men buni inimda ko'rganligim uchun o'zimning inisidagi yaqin ko'rganligim uchun bu yoshdagi insonlar men normalda bu shaklda paranglashman. Buni o'rgatmasanglar bo'ldi qadrli ko'rmanlar. Ya qadrli ko'rmanlar deb qoldim, ya'ni 5 mo'challar deyman. Devam qilaydi. Birinchi qadamda pasportim rad bo'lgandan keyin, ikkinchi qadamda qanday qilsam amalni qila olayman deb turdan materiallasha boshladim. Tekshirsam davlatning har qanday bir qonunida, Jungoning har qanday bir qonunida. Xo'sh. Pasportni qancha qadam iltimos qilsa bo'laverdi ekan. Cheklamasi yo'q ekan buning. Ammo Xitoy taraf ikkinchi qadamda pasport bilan rad qildi menga. Seni birinchi qadam seni terrorlikqa oid deb rad qildi. Shunga biz ikkinchi qadam san pasportingni qayta iltimos qilishini rad qilamiz. Ham sen nupusini cho'qimcha so'kib akitishing kerak deb turib oldi. Xitoydan nupusni men 4-da so'kib akagan nupusum 8 yil bo'lganchada pasportga iltimos qilgan narsaga ta'sir bekatni yetib qo'yganlik uchun. Xo'sh. Cho'qim endi pasportni ham iltimos qilib qo'ymaydiganga nupusni ham so'kib aksagan deb turib oldi bola. 5 qatdi. Endi qo'limda qilgan cheklik. Ammo yo'q to'rdan izlab yurib, ishkindagi Guangxi tarafdan dengiz bo'yidan uy yasa nupusni chekib tushirib degan xabarni ko'rib 270 ming pulni qarshilabman. Dengiz bo'yidan uy olganga oltin topshirgan pulni 30% pulni. Topshirib uyni olaman. Uyni elishim burun uy sotadiganlar, o'shaning soqchilari hammasi. Xotirjam bo'lib uyni yap bo'lsam nupusni chekib tushirib beramiz deb. Pulni topshirib bo'lgandan keyin soqchilarning degan gapi. Sen Uyg'ur ekansan, bizniki boshliqlar dedi, Uyg'urning nupusi berib tushmaydi o. deb. Qallamga yo'g'on tashdin bir tushgandek bo'ldim-da bu yerda. Pul topmag'imni qiltas gap. Ba pulni bilan chiqib uydan birini yeb qo'ydim, unda bu uyni qaytarasam, qayta olmaydi. Kimni izlasam men Uyg'ur bo'lganligim uchun gapim faqat o'tmadi. Xo'sh. Gapimni anglaydiganga bir ishlarimni qilgan bir odam yo'q. Bo'lmaydi degan xabarga kelgan dedim. Men ikkinchi qatam iltimos qilaman. Agar iltimos qilmasam men arz qilmasam, chunki qonunimda haq yo'q ekan. Deb desam, unmay turib oxir gap kuchimni yetishib pulni xarjlab yurib, tunishni izlab shu tunishlar ozroq mengishib bergan bo'ldi. Ikkinchi qatam iltimos qilishimni qo'shildi. Xitoydan ikkinchi qatam iltimos qilishim qo'shilgandan keyin unda men vatan tarafdan bir ismini atab qo'ymay bir soqchini setib oldim. Pul bilan. Sen menga yaranishmish pasportning hammasini bijib bersa, sen pul kerak bo'lsa beraman deb. Shu 60 ming atrofida pullarni xarjladim buning uchun. Qanday keyin ikkinchi qatam iltimos qildim, pasportim o'tdi. Pasportim o'tib bo'lgandan keyin shu pasport iltimos qilganligim uchun uydagilarni azul izlab avara qilib vatan tarafdan nima pasport bejardi. Nega olmoqchi? O bir işlem oldu. Normalde işkirge ötüp bo'lgandan keyin ishkirdilar mi aldığınız pasportni? Pasportni ishkirdim olaman, lekin vatan tarafdan uydagilarni izlab asli kötkiniz deydiganda undasi. Balangiz pasport etdi, nega olmoqchi? Nega olmoqchi, nima ish qilmoqchi edi. Men pasportni ishkirdim oldim, bo'lgandan keyin ondan bular uydagilarni izlab balangiz aloqa qilishgan. Inavni aloqa qilish, pasportni bizga akib bersin. Pasport bizga akib bersa, hech qanday ish yo'q, bo'lmasa biz shunaqa sulab qo'yamiz. Buni qancha degan gap bu? Shu 10-oylarda bo'lg'ashda. 2019 10-oy. Tamam, bir ay oldi bo'lg'ashda. Degandan keyin o'ygan javobi nupusni so'kib achib ketgan, bizlar munosabati yo'q. Keyin bu oilang nima ish qildi? Ota-onamizni hozir ular dehqon. O'ynash tarafda. Ondan bu ishlar ozroq besiqqan bo'ldi, besiqqan bo'lib endi bir
pasportum epopti men bo'lmasa hozir xizmatimni yaxshi kelib qilib normal xizmatimni qilay deb bo'ldi. Deb xiyol qildim. Sirtlarga chiqdim nima ish qilaman. Deb to'g'ri vaqtlarimda ondan Uyg'ur bo'g'illigim uchun ham nima qilsam ish bo'lmay, oldim to'soq. Bo'lgan degan bara bu ichimda o'tmay ba'zi ishlar. Bo'ldilar men patmagan degan bir sir chiqib ketay. Bir jahonning qo'yniga qarab boshqa bir yashab boqayman. Deb yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqib 11-oyning 11-oydan ki hozir men 12-oyman. Hozir 12-oyman. 12-oydan men 13-chi. Vatandan yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqib Indoneziyaniki Bali oroliga keldim. Indoneziyaning Bali oroli. Bali oroliga kelib u yerda necha kun sayohatlarni qilib tug'an degandan Amerikada Tayir bilan aloqalashdim. Tayir bilan. Akam ishlamishda gap. Xo'sh. Men hozir Bali orolida degan Tayir afkam tutib turam. Chiqqan bo'lsangiz o'zingiz diqqat qiling. Biz bir ishlarni qilib boqayli deb yurib shu orada chiqib o'tib degan afkam savol Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelgandan keyin Burhan efendim Türkiye kılıçlı bir müdahale aloqalashib vizlarını becerib qaysi ayetini bilsin adama qachon yo'lga chiqmay yo'ldan ko'z chiqib bergan ekan tunugun bugun atigan tushdingmi? Tunugun yo'lga kesh shu Indoneziya vaqti 9 bilan aeroplanda uchdim. Uchib 13 soat uchibdim. Bugun atigan Turkiya vaqti soat shu 5 dan 10 la o'tgan chog'da Istanbulga aerodromga uchdim. Ana atiganda shu Xo'sh. Aerodromda ko'rishib, Burhan bilan ishlarni beraber paranlashib, boshda o'tgan ahvollarni beraber deyishib, shu hozir mana o'sha ko'pchiliklardan naqmaydan paranlashib, hikoyani quloqsinib o'tiribmiz. Yani hakikaten yani bir acayip bir hayatını baştan göçürüp çıkıpsan fikamamda. Elbette hem köygeldirini bazı gaplarni hatta biz programmadan burun deyishgan gaplarni hatta bu yerda deyilmaydigan gaplarni diyemedik. Endi sen mushuncha valla albatta bir ulgu bo'lish suftan bilan bugun dunyoda nurg'unlagan qarindoshlarimiz va chet elda yashayotgan. Mushu yerda erkin yashab turib ekranga chiqib oilasi uchun har xil xiyollarni qilib, har xil qo'rqinch ichida sen bugun atiganda Istanbulga tushding, Turkiyaga. Vatandan chiqqanimga necha kun bo'ldi? 10 kun bo'libdi to'plam mesela Indoneziya bilan turgan vaqtdan hisoblasak. Mushu jasorat qilib hamda oila mazir sirtdi-ku. Ichida emas yani. Hozircha uyda. Hamda bu inson tasavvur qilishi mumkin bo'lmagan Xitoyning bu jinoyatlarni boshdan bevosita o'zing yashidan. Mushlarni qilib turib bugun ekranga qo'ymay dadil chiqib, bu oilaning beshiga Xitoylar bu rezillik bilan har qanday ishni qilishi mumkin. Sen bu shuni hammasini ko'zga olgan shaklda chiqib, bundan keyingi hayoting nima ish qilmoqchi, nima ish qilasan, oilang uchun nima ish qilasan? Hozirda men o'yladim buni. Men ekran chiqqandan keyin cho'qim bular apam bilan akam Abdulkam muxtarlar qo'lga tushib, men ko'rgan kundan bir bir kundan ko'rib ketish mumkin. Hatta hayotida oila bo'lishi mumkin. Ammo agar men bugun chiqmasam, bu programmaga chiqmasam, yana bir odam oilasidagi ishlardan qo'rqib umid chiqmasa, bu bizning Uyg'urlarning amaliy ahvoli dunyoga anglitilmasa, hozir Xitoylar yolg'on yavloqni vahshiy taqtatadi. Voy chetdagi Uyg'urlar hammasi aski, ular yolg'on so'zlaydi, bizning dinimiz rost deb yolg'on yavloqni vahshiy taqtatadi. Bu shunday vaqtda hech kim sahnga chiqib bir amaliy ahvolni demasa, Xitoyning gibi eqib ketsa masalan, u ailesini hozircha ailesini saqlab qolganlar, uning ailesiga hatto o'zi yana bir necha kundan keyin ular tutilib ketishi mumkin, o'lib ketishi mumkin. Bu hammadan amaliy ahvolni demasa, bu Xitoylar o'zining yolg'on yavloq gapini davasa, biz Uyg'urlarning gapimiz ikkinchi oqmaydi. Millatniki quyruqi yuzib tutadi ikkinchi. Balkim bunday menga bo'lsak, Uyg'ur degan millat qolmasligi mumkin. Shunga ba'zi joyda
Candan kaçmak candan gayet olmaz. Bazı işin keçip durup, bazı işin sal kuyup durup, bir küçük işini kuyup durup, çoğarak bir işini oylap durup bir işini kılış toğra dep qarayman. Köptün köp rahmet hakikaten. Kadirli körmenlerimiz, yani inimiz Yolgun Enver'ninki bu diyen ahırkı, çakırkı bu gibi her bir Uygur'una, her bir vicdan egisini uyg'otishi kerak deb qarayman qadrli ko'rganlarimiz. Bugun anlab o'tdik, yani hiçbir şekilde birer bahane bilan keraklik emas shu lagerdagi bu vahshiyliklarni, bu inson qalbidan chiqqan ishlarni biz burungi programmalarimizda o'qiladiganligini so'zlab o'tgan nurg'unlig'an, ammo lekin haftada o'ramda uni balkim bir hafta bir qatam o'rishi mumkin deb o'ylaydik bugun kecha. Inimiz qarab boqaylik mana. Har kuni atiganda qanelang, kechda o'qilarim. O'ylab boqaylik, yani yotgan shuncha qisqa vaqtning ichida, bu 3 oydan ko'proq vaqtning ichida har kuni yegan bo'lsa 90 qatimdan ortiq o'qil urgan bo'lishi mumkin dedi inimiz. O'ylab boqaylik. Bu darajada vahshiylikni ijro qilayotgan Uyg'ur millati ustidan, bu darajada qatliam elib berayotgan bir jinoyatchini faqat tunugun oldingi kuni men Numusqima va Germaniya dulqunlarininki Tim Sebastian degan mashhur bir danliq bir riyosatchisi var. Shu mavqe Viktor Gau degan numussizni ziyorat qildi. Ben og'zimni buzmaydim normalde ekranda. Kechirsizlar, lekin bu nurg'ulg'an mayli jaziraga bo'lsin, Mahdining programmasida qatnashgan. Xitoyninki chet elda ingliz tili bilan so'zlayotgan, har qanday kanalga chiqib Xitoyning og'zi bo'layotgan bir numussiz bu. O'zi Amerikada o'qib advokatlik qilgan bo'lsa-mu, g'arbning zarrachilik madaniyati, g'arbning zarrachilik insonligi bo'lgan narsa yo'qmagan bir maxluq. Muşuma aldığım günkü ziyarette, Tim Sebastian'ınki o kadar ötkür, o kadar güçlü suallarga, yağmurdaki sual yağdırıyordu bu. Şu programımızı körseniz bilirsin. Numusqinmasdan mening nurg'un Uyg'ur do'stlarim bor yaqin. Xitoy degan herkes bu jazolarga siyosat yo'q, bu yerda tarbiyalayapmiz, uni quvvatimiz, buni quvvatimiz deb hozirgi kecha Shuhrat Sakirninki bir hafta burun elib borgan xalqaro yolg'ondan oshkorlagan lagerda hozir tugidi, o'qish tamomladi degan bu yolg'onchiligini bir hisobda bu Viktor Gau degan Xitoy inkor qilayotgan bo'ldi-da bu so'zda, bu ziyoratda. Bu lager siyosat, bu jazo lageri emas, tarbiyalash markazi, biz degan oldini ola bir terrorchining dunyoga yamrab ketmasligi uchun Uyg'urlarni shu terrorlik qilishdan burun tarbiyalab, ularni o'zgartirib qilayotgan bir go'zal bir markaz bu deb Xitoy aksini maqtab, og'zi demay maqtadi. Chunki ular dalil isbotni Tim Sebastianning qo'yishiga qaramay Xitoy buni ijro qilib bugun dunyoga, yana bu safsatini setayotgan bir mezgilda mana shunday yigitlarimiz, shunday oilasida mishada rasmlari, aloqasi uzilib qolgan narsalari turibmi, bugun allaqandoq bir nimalardan qo'rqib, yana bir narsa qolarmiki, Xitoy hozir o'qish bitiribdi deb e'lon qilyapti, hozir qo'yib o'tib beribdi. Chiqib ketib qolsa xuddi jannatda yashaydi ekan bu Uyg'urlarimiz deb ham xiyol qilib, bu nejis tajovuzchilarningki, bu tajovuzchilardan rahmat kutayotgan Uyg'urlar o'zining kallasini silib o'tishi kerak. Qadrli ko'rganlarimiz. Yani mushunchi bola bir nejisdan rahmat kutayotgan bo'lgan, g'aflat etayotgan Uyg'urlar kallasini uyg'otishi kerak, qadrli ko'rganlarimiz. Men bir og'iz rost gapni deb beraylik. Agar tarbiyalashga kirkatdi deb turib, hozirgacha aloqa qilmagan bo'lsanglar, bu odam bilan hozirgacha aloqa uzilib yoki birini topolmagan bo'lsa, menga shundoq ishoninglar, bu odam yo o'lib ketdi, Xitoylar buni o'ltiribdi, yoki inson bilmaydigan bir turmada. Bu hargiz odatga bir o'qiladigan bir odamlardan jazolarga emas, undan najot ig'irbaga olib bir tiqibdi. Shunga bu Xitoydan umid kutib, uyimizdan qo'yib o'tamo, quyvatsa bular o'qish bitirib chiqdi deydi, quyvatsa jamiyatda sog' yashab ketamo uni. Xiyolni qilmasanglar yaxshi. Chunki tutilib ketganlarniki shu eng yeniklarroqi men buni. Men hozircha shu lagerga kirib chiqqandan keyin yenikroq bir oyat normal qaytib chiqqandan birisi. Agar lagerga kirib bo'lgandan keyin nomda bor amal yo'q bir jinoyatni bir qilsa otib qo'ygan bo'lsa, mayli siyosiy bo'lsin, jinoiy ishlar bo'lsin, yoki boshqa ishlar bo'lsin, qilsa jinoyatni bir otib qo'ygan bo'lsa, bu tarbiyalashni olqib, uni ig'ir turmada bu odamning necha yil ichidagi 5-10 yilda yoki 40-50 yil bir yil ichida ko'ngil bo'lmaydi.
Yok. Şuna bu uyum andaq, dadam mandaq dep, mandaq işkilinip, bilgen kögende demey tura bilishini men taz yaqtırıp ketmedim. Ameliyat jaraq bo'lgan yaxshi. To'g'ri. Ko'p rahmat ukam, Alloh razı olsun. Shu programmaga qatnashib bu jasorat bilan kelib bu Xitoyning jinoyatlarini oshkorlab maydon qo'yganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Shuningga shaksiz ishonchim komilki, sen bu hergiz oilangdan qat'iy ansirma. Bundan keyin albatta butun kuching bilan oilaningki davosini ta dunyoning har qaysi yerlaridagi dunyodagi inson vijdoni va insonlikda tugab ketmadi. Faqat Xitoyda tugab ketgan bilan Xitoydan iborat bu davlat terrorlik elib berayotgan bu malullarda tugab ketgan bilan tahi insoniyatda tugamadi. Sen bu albatta Allah hayat chiqib seni qutqizgan ekan, oxirigacha bularning davosini qilib maqtaganliging shaksiz sen shuni deding. Xitoylar hargizmi bundan keyin bu sen oilangga hargiz chiqalamaydi bundan keyin. Bularga bir ziyon yetkazishdan burun 100 qatim o'ylandi ekranga chiqqanlarnikini qadrli ko'rmanlar. Ya'ni chiqmay jimjit yurganlarni dunyoda hech qandaq hech kim ko'rmaganda yo'g'ishtirib uni alla burun pak-pak tugitib o'tsinmi men ko'rmadim deb turib olaydim. Ammo igisi va buning davosini qilayotgan insonlarni bularning oilasiga ziyon zahmat yetkazishdan burun 100 qatim o'ylanib turib andan keyin qildi Xitoy. Xitoyning mijozini ancha-muncha tushunayli. Yillardan buyon so'zlab kelyapmiz, beshimizni silkib o'taylik qadrli ko'rganlarimiz. Programmadan boshdan oxirgacha qizg'inlik bilan ko'rib berganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Albatta bu boshqa har xil tillarga tarjima qilindi va nurg'ulg'an xalqaro muxbirlarning qishiga bu elimiz bundan keyin nurg'ulg'an axborotlarda bundan keyin guvohlikni texnik beradi. Bu albatta bir til bilan cheklanib qolmaydi. Bunga albatta o'rinlashtiramiz bu ishlarni. Ko'p rahmat. Allah ömür bersa yana bir qatim programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Programma jarayonida ana shunday ba'zi birlarninki ish o'rgatishga tirishganligi uchun biroz hayajonlanib qoldim. Asla tilimdan hozirgi programmada bunday bir narsa chiqmaydi. Boshqa qarindoshlar o'ziga elib olmaydigan qarindoshlarimiz albatta o'ziga olmaydi. Bu ishlarning ichiga kirmagan, programmani qalaymiqon qilishga tirishmaganlardan boshqa ba'zilar shuni ish o'rgatgisi kelib qolgan o'xshaydi. Xayr. Ko'p rahmat aytamiz hammanglarga, vaqtinglarni oldik. Ko'plab yana ham baharlab qo'yishinglarni umid qilamiz programmamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.